agar telefoningizga hozir ijro etilmoqda degan xabar kelgan bo'lsa yoki MyBankGov uz MIB bazasi, bank ilovasi, soliq yoki jarima tekshirish xizmatida shu yozuvni ko'rgan bo'lsangiz, buni oddiy ogohlantirish deb o'ylamang. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u sizning pulingiz, hisob raqamingiz, avtomobilingiz, chet elga chiqishingiz, hatto kundalik xarajatlaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga hozir ijro etilmoqda degani nima? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar vahimaga tushmaslik kerak? Qanday xatolar eng ko'p uchrashi va bunday holatda aniq nima qilish kerakligini sodda qilib tushuntiraman. Videoni hoziroq like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib har birimizga kerak bo'lishi mumkin. Avval ko'p odamlar o'ziga nisbatan qaror chiqqanini, jarima borligini yoki sud hujjati ijroga yuborilganini juda kech bilardi. Masalan, odam yo'l harakati jarimasini unutib qo'ygan bo'ladi. Kredit bo'yicha qarzdorlik sudga chiqqan bo'ladi. Aliment bo'yicha to'lov kechikkan bo'ladi. Kommunal qarz bo'yicha qaror chiqarilgan bo'ladi. Oldin bunday holatlarda fuqaro faqat uyiga xat kelganda, ish joyiga ma'lumot borganda yoki bank kartasi bloklanganda bilib qolardi. Hozir esa ko'p tizimlar elektronlashdi. Davlat xizmatlari, majburiy ijro byurosi, banklar, notariuslar, soliq organlari, sudlar va boshqa idoralar o'zaro ma'lumot almashadi. Shuning uchun hozir ijro etilmoqda degan status paydo bo'lishi mumkin. Bu statusning oddiy ma'nosi shuki, sizga yoki siz bilan bog'liq biror majburiyatga nisbatan ijro jarayoni boshlangan va hozir davlat ijrochisi yoki vakolatli organ shu hujjatni bajarish bo'yicha harakat qilmoqda. Bu har doim ham ertaga hamma mol-mulkingiz olib qo'yiladi degani emas. Lekin bu hech narsa bo'lmaydi, kutib turaveraman degani ham emas. Eng katta xato shuki, odamlar bu yozuvni ko'radi, lekin keyinroq qarayman deydi. Keyin bank kartasidan pul yechiladi. Avtomobilga taqiq qo'yiladi. Uy-joy oldi-sotdisidan muammo chiqadi. Aeroportda chet elga chiqishda cheklov borligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun bu statusni ko'rgan zoti sababi, summasi, ijro hujjati raqami va kim tomonidan chiqarilganini aniqlash kerak. Men avvalo eng asosiy narsani tushuntiraman. Hozir ijro etilmoqda degan yozuv odatda biror qaror yoki hujjat allaqachon ijro organiga kelib tushganini bildiradi. Bu sud qarori, sud buyrug'i, ma'muriy jarima qarori, aliment undirish hujjati, kredit qarzdorligi bo'yicha ijro varaqasi, soliq qarzi, kommunal qarz, notarial ijro yozuvi yoki boshqa majburiy undiruv hujjati bo'lishi mumkin. Masalan, siz 2023 yilda 350 ming so'mlik yo'l harakati jarimasini to'lamadingiz. Jarima o'z vaqtida to'lanmagani uchun u ijroga yuborildi. Endi tizimda hozir ijro etilmoqda deb ko'rinishi mumkin. Bu shuni bildiradiki, endi gap faqat jarimani to'lashda emas, balki ijro jarayoni xarajatlari, ayrim hollarda ijro yig'imi va boshqa qo'shimcha oqibatlar ham paydo bo'lishi mumkin. Yana bir misol, fuqaro bankdan 20 million so'm kredit olgan, 6 oy to'lagan. Keyin ishidan ayrilgan va to'lovlarni to'xtatgan. Bank avval ogohlantiradi, keyin sudga yoki notarial tartibga murojaat qiladi. Qaror chiqqandan keyin hujjat majburiy ijro byurosiga yuboriladi. Fuqaro telefonida hozir ijro etilmoqda degan statusni ko'radi. Bu bosqichda ijrochi bank hisob raqamlarini tekshirishi, ish haqidan ushlab qolish bo'yicha xat yuborishi, avtomobil yoki ko'chmas mulkka taqiq qo'yishi mumkin. Aliment bo'yicha holatda masala yanada jiddiy. Masalan, ota oyga 1 million 200 ming so'm aliment to'lash kerak, lekin 5 oy davomida to'lamagan. Natijada 6 million so'm qarzdorlik yig'iladi. Agar hujjat ijroda bo'lsa, hozir ijro etilmoqda statusi ko'rinadi. Bu yerda davlat ijrochisi qarzdorning daromadlarini aniqlaydi, ish joyiga so'rov yuboradi, bankdagi pul mablag'larini tekshiradi. Agar qasddan to'lamaslik aniqlansa, javobgarlik ham kuchayishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda bank kartasida pul saqlaydigan, nomida avtomobil yoki uy-joy bor, ish haqi rasmiy tushadigan, chet elga chiqishni rejalashtirgan, kredit olgan, aliment majburiyati bo'lgan, jarimalarni vaqtida tekshirmaydigan odamlar bu statusga jiddiy qarash kerak. Chunki ijro jarayonida aynan rasmiy aktivlar tez aniqlanadi. Bank kartalari, plastik hisoblar, ish haqi transport vositasi, kadastrdagi mulklar. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz qarzni allaqachon to'lagan bo'lsangiz, lekin status hali yangilanmagan bo'lsa, bu texnik kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, siz jarimani bugun to'ladingiz, lekin tizimda u 3 ish kuni ichida yangilanadi. Yoki siz sud qarori bo'yicha summani to'lagansiz, lekin to'lov kvitansiyasini ijrochiga taqdim etmagansiz.
Bunday holatda muammo yechiladi, faqat hujjatlarni to'g'ri yetkazish kerak. Lekin men doim aytaman, men to'laganman degan gapning o'zi yetarli emas. Sizda to'lov cheki, kvitansiya, bank o'tkazmasi, sud qarori, ijrochi bilan yozishma yoki ariza nusxasi bo'lishi kerak. Chunki tizimda xato bo'lsa, uni dalil bilan to'g'rilatasiz. Dalilsiz esa sizning gapingiz oddiy tushuntirish bo'lib qoladi. Men endi bu statusning real hayotdagi oqibatlarini tushuntiraman. Birinchi oqibat bank hisob raqamlariga ta'sir. Agar ijro hujjati mavjud bo'lsa, ayrim holatlarda bank kartangizdagi puldan qarzdorlik undirilishi mumkin. Masalan, sizning 2 million so'm qarzingiz bor. Kartangizga 1 million 500 ming so'm ish haqi tushdi. Qonunda belgilangan tartibga qarab, ma'lum qismi ushlab qolinishi yoki hisobga cheklov qo'yilishi mumkin. Odamlar ko'pincha nega kartamdan pul ketdi deb hayron bo'ladi. Sababi ko'pincha ijro hujjati bo'ladi. Ikkinchi oqibat, avtomobilga taqiq. Masalan, siz mashinangizni sotmoqchisiz. Notariusga bordingiz, lekin mashinada taqiq borligi chiqdi. Sababi 900 ming so'mlik jarima yoki 3 million so'mlik qarzdorlik ijroda turgan bo'lishi mumkin. Siz qarzni to'lamaguningizcha va taqiq yechilmaguncha avtomobilni rasmiy sotish qiyinlashadi. Uchinchi oqibat ko'chmas mulk bilan bog'liq muammolar. Uy, hovli, yer uchastkasi yoki noturar joyga taqiq qo'yilishi mumkin. Bu har doim ham uy tortib olinadi degani emas, lekin siz uni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish kabi amallarni bajara olmasligingiz mumkin. Masalan, odam uyini sotib, boshqa joydan kvartira olmoqchi bo'ladi. Kadastr tekshiruvida ijro taqiqi chiqadi. Bitim to'xtaydi. Xaridor kutmaydi. Kelishuv buziladi. Bitta e'tiborsizlik katta moliyaviy zarar keltiradi. To'rtinchi oqibat, chet elga chiqishdagi cheklov. Hamma ijro ishlari ham avtomatik ravishda chiqishga taqiq qo'yadi deb bo'lmaydi. Lekin ayrim qarzdorliklar, ayniqsa katta miqdordagi qarz, aliment bo'yicha uzoq muddatli qarzdorlik, sud qarorini bajarmaslik kabi holatlarda chetga chiqish cheklovi qo'llanishi mumkin. Eng og'ir vaziyat shuki, odam aviachipta oladi, mehmonxona band qiladi, ish safari yoki davolanish uchun ketmoqchi bo'ladi. Aeroportda esa cheklov borligi ma'lum bo'ladi. Beshinchi oqibat, ish joyiga xat borishi. Agar siz rasmiy ishlasangiz, ijrochi ish haqingizdan ushlab qolish haqida ish beruvchiga hujjat yuborishi mumkin. Bu qonuniy tartib bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik uchun noqulaylik shundaki, rahbariyat yoki buxgalteriya bu qarzdorlikdan xabar topadi. Masalan, 5 million so'mlik kredit qarzi bo'lsa, oylikdan har oy ma'lum foiz ushlab qolinadi. Shuning uchun qarzni ijro bosqichiga yetkazmasdan hal qilish har doim foydaliroq. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi muhim nuansa, status eskirgan bo'lishi mumkin. Ba'zan fuqaro qarzni to'laydi. Lekin tizimda hali ham hozir ijro etilmoqda deb turadi. Bu to'lov ijrochiga yetib bormagani, bank ma'lumoti kechikayotgani yoki ijro ishi hali yakunlanmagani sababli bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lovdan keyin albatta ijrochiga murojaat qilib, ijro ishini tugatish va cheklovlarni yechish bo'yicha berish kerak. Ikkinchi nuansa, qarz sizniki bo'lmasligi ham mumkin. Bu juda kam uchraydi, lekin bo'ladi. Masalan, ism, familiya o'xshashligi, pasport ma'lumotlaridagi eski xatolik, qaror chiqarishda noto'g'ri JSHIR kiritilishi, eski avtomobil boshqa odamga o'tgan bo'lsa ham ma'lumot yangilanmagani sababli muammo chiqishi mumkin. Bunday holatda meniki emas deb telefonni o'chirib qo'yish emas, balki hujjatlar bilan rasmiy e'tiroz bildirish kerak. Uchinchi nuansa, qarzning asosiy summasi bilan ijrodagi summa farq qilishi mumkin. Masalan, siz 5 ming so'm jarima deb o'ylaysiz. Lekin ijroda 600 mingga 700 ming so'm ko'rinadi. Sababi kechiktirilgan to'lov, qo'shimcha xarajat, ijro yig'imi yoki boshqa qonuniy qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Har bir holatda bu summaning qanday shakllanganini so'rashga haqqingiz bor. To'rtinchi nuansa, sud buyrug'i bo'yicha muddatlar juda muhim. Masalan, siz kredit yoki kommunal qarz bo'yicha sud buyrug'i chiqqanidan xabarsiz bo'lishingiz mumkin. Agar siz sud buyrug'iga e'tiroz bildirish muddatini o'tkazib yubormagan bo'lsangiz, uni bekor qilish masalasini ko'tarishingiz mumkin. Lekin muddat o'tgan bo'lsa, alohida tartibda tiklash yoki boshqa huquqiy yo'lni ko'rish kerak bo'ladi. Shuning uchun hujjatni ko'rmasdan turib to'layman yoki to'lamayman deb qaror qilish noto'g'ri. Beshinchi nuansa, alimagan. Zarar undirish, soliq va jarimalar bir xil emas. Odamlar hammasini qarz deb o'ylaydi, lekin huquqiy oqibatlari farq qiladi. Aliment bo'yicha to'lamaslik ijtimoiy va huquqiy jihatdan og'irroq baholanadi. Soliq qarzda tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir bo'lishi mumkin. Ma'muriy jarimalarda muddatlar
va chegirmalar bo'lishi mumkin. Kredit qarzida foiz, penya, garov masalasi qo'shiladi. Shuning uchun har bir ijro ishini alohida tahlil qilish kerak. 6-nuanji, mening kartamga faqat bolalar puli tushadi yoki bu ijtimoiy nafaqa degan holatlar. Ayrim turdagi ijtimoiy to'lovlardan undiruvga cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda pul bank kartasiga tushgandan keyin tizim uni oddiy mablag' sifatida ko'rib qolishi ehtimoli bor. Bunday holatda darhol ijrochiga ariza berib, bu mablag'ning manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatish kerak. Masalan, nafaqa tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma, bankdan kirim tarixi, ijtimoiy himoya organi ma'lumoti kerak bo'ladi. 7-nuanji, qarzni bo'lib to'lash imkoniyati. Ko'pchilik ijroga tushibdi. Endi hammasini birdan to'lashim kerak deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda sudga yoki ijro organiga to'lovni kechiktirish, bo'lib to'lash, ijro usulini o'zgartirish haqida murojaat qilish mumkin. Masalan, odam 3 million so'm qarzni bir kunda to'lay olmaydi, lekin oyiga 2 million so'mdan to'lash imkoniyati bor. Buni og'zaki emas, rasmiy ariza va daromadni tasdiqlovchi hujjatlar bilan asoslash kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz hozir ijro etilmoqda degan statusni ko'rsangiz, men tavsiya qiladigan birinchi qadam, vahima qilmang, lekin kechiktirmang. Shu kunning o'zida ma'lumotni aniqlang. Birinchi navbatda ijro ishi raqamini toping. Bu raqam bo'lmasa, muammoni aniqlash qiyinlashadi. Uni MIBning rasmiy xizmatlari, davlat xizmatlari portali, kelgan SMS, bank ilovasi yoki ijro organi orqali aniqlashingiz mumkin. Sizga ijro hujjati qaysi organ tomonidan chiqarilgani, qaysi sana bilan chiqarilgani, talab qilinayotgan summa va ijrochi kimligi kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, qarzning asosini tekshiring. Men har doim odamlarga aytaman, faqat summaga qarab to'lov qilmang. Avval nima uchun undirilayotganini biling. Bu jarimami, kreditmi, alimentmi, sud qarorimi, notariy ijro yozuvimi, soliqmi? Agar siz sababni tushunmasangiz, ijrochidan ijro hujjati nusxasini yoki kamida uning mazmuni bo'yicha ma'lumot so'rang. 3-qadam, hujjatlarni yig'ing. Agar qarzni tan olsangiz, to'lov qilish uchun rekvizitlarni aniqlang va to'lov chekini saqlang. Agar qarz to'langan bo'lsa, kvitansiya, bank cheki, terminal cheki, ilovadagi elektron chek pul o'tkazmasi tarixini tayyorlang. Agar qarz sizniki bo'lmasa, pasport yoki ID karta, JSSHR, avtomobil oldi-sotdi shartnomasi, sud qarori, bank ma'lumotnomasi kabi dalillarni yig'ing. 4-qadam, rasmiy ariza yozing. Og'zaki gaplashish yetarli emas. Arizada quyidagilar bo'lishi kerak. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning FSH, JSHR telefon raqamingiz, ijro ish raqami, muammo mazmuni aniq talabingiz. Masalan, mazkur ijro ishi bo'yicha qarzdorlik 2025 yil 12 mart kuni to'liq to'langan. To'lov kvitansiyasi ilova qilinadi. Ijro ishini tamomlash va qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishni so'rayman. Agar xato bo'lsa, mazkur qarzdorlik menga tegishli emas, chunki hujjatda ko'rsatilgan transport vositasi 2022 yil 5 may kuni boshqa shaxsga sotilgan. Oldi-sotdi shartnomasi ilova qilinadi. Ma'lumotlarni qayta tekshirishni so'rayman. 5-qadam, arizani topshirganingizni isbotlaydigan dalil oling. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar qog'oz shaklida bersangiz, ikkinchi nusxaga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring. Agar pochta orqali yuborsangiz, buyurtma xat kvitansiyasini saqlang. Chunki keyin murojaat qilmagan ekansiz degan vaziyat bo'lmasligi kerak. 6-qadam, cheklovlarni alohida tekshiring. Qarz to'langani avtomatik ravishda barcha cheklovlar darhol yechildi degani emas. Avtomobil taqiqi, bank blokirovkasi, ko'chmas mulk taqiqi. Chet elga chiqish cheklovi alohida bazalarda yangilanishi mumkin. Shuning uchun to'lovdan keyin ijrochidan aynan cheklovlar bekor qilingani haqida qaror yoki ma'lumot so'rang. 7-qadam, agar ijrochi harakatsiz bo'lsa, yuqori turuvchi organ yoki sudga shikoyat qilish mumkin. Men buni darhol janjal qilish uchun aytmayapman. Avval odob bilan, hujjat bilan tushunarli qilib murojaat qiling. Lekin agar siz to'lagan bo'lsangiz, dalillaringiz bor bo'lsa, muddatlar o'tib ketayotgan bo'lsa va hech qanday javob bo'lmasa, qonuniy shikoyat qilishdan tortinmang. Birinchi vaziyat, haydovchi 1.35 ming so'mlik jarimani unutdi. U jarima kichik deb o'yladi. Oradan vaqt o'tdi, jarima ijroga yuborildi. Keyin u mashinasini sotmoqchi bo'ldi, lekin taqiq chiqdi. U faqat jarimani emas, ijro bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni ham to'ladi. Yana taqiq yechilishini kutdi. Agar u jarimani vaqtida tekshirganida, muammo bir necha daqiqada hal bo'lardi. Ikkinchi vaziyat, ayolning kartasidan 800 ming so'm yechildi.
u bankni aybladi. Aslida yil oldingi kommunal qarz bo'yicha sud buyrug'i chiqarilgan va ijroga yuborilgan edi. U uyni ijaraga bergan. Ijarachi to'lovlarni qilmagan, lekin shartnomalar to'liq rasmiylashtirilmagan. Natijada qarz egasi sifatida uning o'zi ko'rindi. Bu yerda saboq shuki, kommunal to'lovlar, ijara, mulk egasi javobgarligi masalalarini yozma tartibda yuritish kerak. Uchinchi vaziyat, erkak alimentni qo'ldan qo'lga berib yurgan, chek olmagan. Bir necha oy o'tgach, sobiq turmush o'rtog'i aliment to'lamaganini aytgan. Ijroda katta qarzdorlik ko'ringan. Erkak men berganman dedi, lekin dalil yo'q edi. Agar u har oy bank orqali aliment to'lovi deb izoh bilan o'tkazganda yoki tilxat olganda vaziyat butunlay boshqacha bo'lardi. Shuning uchun har qanday majburiy to'lovni dalil qoldirib amalga oshirish kerak. Hozir ijro etilmoqda degan status beparvo qaraydigan oddiy yozuv emas. Bu sizga nisbatan biror majburiy ijro jarayoni ketayotganini bildiradi. Eng to'g'ri yo'l ijro ishi raqamini aniqlash, qarz asosini tekshirish, hujjatlarni yig'ish, rasmiy ariza berish, to'lovni dalil bilan amalga oshirish va cheklovlar yechilganini alohida nazorat qilish. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Jarima, kredit, aliment, soliq yoki kommunal qarz bo'yicha hech qachon keyin ko'raman demang. Ijro bosqichiga o'tgan har bir ish vaqt asaba pul talab qiladi. Agar sizda shu mavzu bo'yicha tajriba bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Hozir ijro etilmoqda. Statusni qayerda ko'rdingiz va muammoni qanday hal qildingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun sizga, ertaga esa ularga kerak bo'lishi mumkin.